Assalomu alaykum hurmatli agrobiznes kuzatuvchilari. Bugun Toshkent viloyati Yuqori tumanida bugungi sana 14-may holati. Ushbu yerda Bravo urug'chilik kompaniyasining F534 gibridi ekilgan. Fo 700 guruhga mansub ham don ham silosga mo'ljallangan gibridi. Qisqacha buni agrotexnikasi haqida batafsil tushuntiramiz. Qolaversa bu navda emas, butun chorva oziqa ekinlari urug'lari bo'yicha tahlil qilib olsangiz bo'ladi. Sarorbek, mana ko'pgina kommentariyalarda bizga sharh keladi-da. Masalan, negativ fikrlashlar ham bo'ladi. Shu yuzasidan aytib o'tishim kerak. Agrobiznesda mutaxassis olimlar ishlaydi. Masalan, Sodiqjon Sarvar katta ilmiy xodim, doktoranturani mana shu chorva oziqa ekinlari urug'lari bo'yicha olib boradi. Men o'zim 2014-yilda doktoranturasini seleksiya urug'chilik yo'nalishida tamomlaganman. Shu yuzasidan ilmiy maqolalar chop ettirganman. Qarang, makajo'xorini yerda tayyorlashdan boshlaylik-da. Yerda tayyorlaganda mana kuzgi shudgorlash davrida tuproqdagi analizni olish kerak. Misol uchun tarkibida fosfor qancha bor, kaliy bor, azotli o'g'it qancha bor olish kerak. Hozir rivojlanib ketdi va unga ko'ra ishni olib borish kerak. Masalan, tuproqda pH ko'pincha tuproqlar respublikamizda pH yuqori. pHni tushiradigan element faqat oltin gugurt hisoblanadi. Kuzgi shudgorlashda 8 kilodan 1 tonnagacha pHni foiziga qarab gektariga organik o'g'it bilan berib shudgorlansa, oltin gugurt bu tuproqdagi pH tushiradigan modda. pH nima qilib beradi desangiz, siz beradigan azotli, fosforli o'g'itlarni o'simlikka yedirishini oldini olib turadigan narsa. Kesib turadi ya'ni. Ishqoriylik, tuproqdagi ishqoriylik darajasi yuqoriligi. Shundan boshlaysiz yerda shudgorlab qo'ydingiz. Keyin yana eng asosiy narsa, mana yildan yilga qurg'oqchilik, yog'ingarchilik kam bo'lgani hisobiga siz yutishingiz uchun mana qish davrida agar sizda suv bo'lsa, dalani muzlash davrida sug'oring. Yahob suv qo'yilsin. Mana shu dalada hali suv qo'yilmagan. Birinchi marta ham suv ichmagan, yahobga suv qo'yilgan. Mana shu ko'rib turibsiz, hali suvga kelgan ehtiyoji yo'q. Ko'rinib turibdi. Shundan boshlaysiz va erta bahorda qancha iloji bo'lsa, Fo 700 guruhiga, 720 guruhiga bo'lgan mansub urug'larni iloji bo'lsa vaqtliroq yerga qadang. Misol uchun, havo temperaturasi 14 gradusdan, tuproq temperaturasi 14 gradusdan oshiq bo'ldimi, siz urug'ni bemalol ekavering. Bu mart 25lardan keyin to'g'ri keladi. Mana ushbu urug'imiz 27-martda ekilgan. Nima berilgan hozir mana shu? Mana shu hozir ekish bilan birgalikda bunga men aslida 200 kilo fosforli o'g'it, 150 kilo selitra azotli o'g'it qo'shib eking degandim, lekin 150 kilo fosfor, 150 kilo selitra bilan ekkanlar. Endi qarang, fosfor qimmat, to'g'ri, narxi qimmat. Siz o'shani o'rnini bosuvchi fosforlarni topishingiz kerak. Masalan, nitrofosfat 21% fosfori bor yoki superfosfat 21% fosfori bor, 6% azot, 10% kaliysi bor. Masalan, Indorama, unda ham 17% fosfori bor, 6% azot, 10% kaliy bor. Fosforlarda 17-18% fosforli o'g'itlarda makajo'xori oladigan qadar bor. Yetadi. Endi hozir 46% lik fosfor berganingiz yaxshi, lekin agar topolmasangiz, bermagandan ko'ra o'sha 17% lik fosforlardan foydalansangiz bo'ladi. Endi makajo'xoriga selitra deb oladigan bo'lsak, selitrada 29-30% azot bo'ladi. Uni makajo'xoriga asosiy ekinga nimani tavsiya qilasiz degan narsaga men karbamidni tavsiya qilaman, chunki 46% azot bor, uzoqroq muddat ta'sir qiladi. Endi selitra berish kerak takroriy ekinga. Selitra beriladi, chunki karbamid ozroq takroriy ekinni kechiktirib yuboradi. Shu yuzasidan buni yerda tayyorladik. 27-mart kuni yerga qadaganmiz. Don uchun bu urug'imiz 75 ming dona ekilgan. 75 ming. Silosga ekmoqchi bo'lsangiz 90 ming donagacha ekishingiz mumkin. Shuni aytib o'tishim kerak, mana bu yildan ommaviy yoppasiga qo'shqatorga ekishlarni kuzatdik. Makajo'xorida qo'shqator bo'lmaydi. Mumkin emas. Biz buni 10 yil oldin sinovdan o'tkazganmiz, 90 lik agatga. Hozir 76 likga 90 lik qilish, qo'shqator qilishyapti. Makajo'xoriga oziqa maydon kerak. Men shunaqa desam, bir fermerga men oziqasini qancha bo'lsa beraman. Yo'q, u oziqasini siz berishingiz mumkin. Havo aylanishi kerak. Issiqdan makajo'xori quyosh sevar o'simlik. Issiqdan o'zining energiyasini olish kerak. Endi yana savollar tug'iladi. Fo guruhi nima? Fo guruhi bu quyoshdan issiqlikni olish sig'imi deb hisoblanadi. Masalan, mana shu 700 Fo guruhi, tasavvur qiling, bir batareykani telefon zaryadga qo'yganingizda foizlar ko'rsatadi.
100% bo'lish uchun o'zini energiyasini olish uchun masalan FO 700 guruhiga ega bo'lgan jo'xorilarda 120 kun ketadi o'sha quyoshdan olinadigan energiyani olish uchun. Buni ekdik, yog'ingarchilik bahorda yomg'iri bilan o'sha yerdan chiqdi. Eng sog'lom urug'. O'zini tuproqda namida chiqqan urug' hisoblanadi. Mana endi takroriy ekinga hozir mana aytib o'tay. Takroriy ekinga ekadiganlar pushta qiladi. Pushta qilib ustida selkani yurg'izadi, keyin suv qo'yadi. Bu xato. Chunki gradus 40 gradus. Tuproq issiq, qaynayapti. Muzdek suv kelib urug'ga tekkanda urug' dimlanadi va unuvchanligi tushib ketadi. Eng to'g'ri yo'l, mayli 5 kun 6 kun kechikkan taqdirda ham birinchi dalaga suv qo'yish kerak, yaxshilab to'yintirish kerak. Yer yetildimi, kultivatsiyani tekislab endi paxta ekish holatiga olib kelish kerak, keyin kultivatsiyani bosib turib ekish kerak. Urug' namiga chiqsin. Chunki harorat yetarlicha bo'lsa 5 kunda urug'ni ko'rasiz. Mana bahorda 10 kunda bo'lsa, tayyorlab olib, keyin bahorda 10 kunda masalan chiqadigan urug' takroriga 5 kunda chiqadi. Namiga ekish kerak. Keyin urug'ni ekkaningizda ko'chat qalin bo'lib qoladi. Kultivatsiyani sonini yurg'izasiz kichkinaligidan. O'shanda ham nam ko'tarilishini oldini olish uchun nareska qo'ymaysiz. Birinchi, ikkinchi kultivatsiyalarda. Chunki agar nareska agata oldingizmi, tez nam ko'tarilib ketadi. Imkonini toping, fosforli o'tni eking. Fosfor nima? Bu o'simlikka qanaqa foyda beradi desangiz, fosfor bu keyingi beradigan azotingiz bilan o'simlikni orasidagi ko'prik hisoblanadi. Masalan, fosfor siz eksangiz, o'simlik doni ham yaxshi bo'lmaydi, ildizi ham yaxshi shakllanmaydi. Fosfor asosan ildizni shakllantirish uchun. Keyingi azotlarni hazm qildiradigan narsa bu fosforli o't hisoblanadi. Siz agar shu agrotexnikalarni qilsangiz, 100% o'simligingizni rivojini ko'rasiz. Endi mana hozir ertalab soat 9 dagi holatda turibmiz, 9:10 dagi holatda. Keldingiz dalaga suv qo'yish eng nozik jihatini aytib o'tamiz. Mana suv qo'yapsiz makka jo'xoriga. Ertalab kelganingizda mana barglari tik holatda turibdi. Endi obedda kelsangiz, sal bargi issiqda suv qo'yilgan dala ham, nami ham bunday tashlab turadi yoki mana bunaqa holatga kelib turadi. Siz shomda keling. Agar dalada shomda kelganingizda barglar yana shu holatda turgan bo'lsa, unga suv kerak emas. Agar dag'al qorayib, barglari ozgina qovjiradimi 10% dalangizda, suvni bosing. Agar siz shomda kelganingizda ertalabki holatga tushib olgan bo'lsa ham suv qo'ysangiz, poyani ingichkalashtirib Shu holatda qanaqa suv berish kerak? Bir cherizagatmi yo? Yo'q, hozir bunga cherizagat berish kerak. Hech qachon hamma agatdan suv haydalmaydi, agar 90lik bo'lsa ham. Endi yana savol tug'iladi, qirli joylarda nima qilamiz? Qirli joylarda majbursiz hamma agatdan suv haydashga. Chunki suvga to'yinish kerak. Cherizagat sug'ordingizmi, o'rtadagi agat nam saqlaydi. Nam saqlaydi. Undan keyin birinchi kultivatsiyani pusta yurg'izdingiz, ikkinchi kultivatsiya bilan gektariga masalan 300 kilo takroriga bo'ladigan bo'lsa, selitra berdingiz. Bir kun tursin, bir kun, 2 kun, keyin cherizagat suv haydang. Ya'ni selitradagi gaz chiqib ketish kerak. O'shandan keyin suvni qo'ydingiz, suvni ham piyozga o'xshatib zaxlatmaysiz. Nomiga dorini yeydigan darajada nam bo'lsa bo'ldi. Yer yetildi, suvni to'xtatasiz. Endi qurtiga dori sepishingiz kerak, ha? Suvni to'xtatdingizmi, yana bitta kultivatsiya qilib qo'ying yer yetilgandan keyin. Endi sizni oldingizda begona o'tga qarshi kurash, hasharotlarga qarshi vaqt bor. Demak, birinchi kultivatsiya pustoy, ikkinchisi 300 kilo o'g'it bilan va cherizagat suv, yer yetildi bitta kultivatsiya, undan keyin gerbisid sepasiz. Shu bilan makka jo'xori tizza bo'yiga yaqinlashganda, o'zi faqat makkangiz o'zi qoladi. Gerbisid sepilgan dalalarda bo'ladi-da. Ha. Gerbisid sekganda ham ahamiyat bering, ko'pgina hozir gerbisidlar makka jo'xorini o'zini ham stressga tushirib qo'yadi. Agar mobodo dozani oshirib yuborib, stressga tushirgan bo'lsangiz, eng zo'r yo'li supramin bor. Gektariga 1 litr. To'xtang 1 minut. Supramin degan oziqa, shuni olib keling, fermerlarning bir e'tiboriga shuni havola etaylik, chunki ko'pgina qiynalyapti shu oziqani topishga. Bu respublikamiz hamma joyida olib kelgan Ispaniyaning Amoco oziqa kompaniyasining hisoblanadi, supramin. Siz agar stressga tushgan yoki keyin garmselga tushib qolmasligini xohlasangiz, jadal rivojlanishini har doim istasangiz, gektariga 1 litr supramin va NPKlardan 2 kilodan sepishingiz kerak. Tarkibida nima bor buni? Buni tarkibini aytadigan bo'lsam, hozir hamma
magazinchilar manda bor deydi. Brendi Supramin. Juda effekti zo'r bo'lgan oziqa. Bizga aloqaga chiqsa o'zimiz tushuntiramiz. Ham optim narxda, ham arzon narxda oladi. Shu narsa. Endi qarang. Gerbisid sepdingiz. Gerbisid sepdingiz. Shu bilan 10 kun texnika kirish kerak emas. Makajo'xori tizza bo'yiga yaqinlashib qoladi. O'sha vaqtda siz gektar hisobiga 300 kilo azotli o'g'it va 150 kilo yana masalan selitra 300 kilo 150 kilo ammoniy sulfat qo'shib berishingiz kerak. Takroriy ekinga aytyapman. Berishingiz kerak. Ammoniy sulfat nima qiladi? Ammoniy sulfat makajo'xoringizda masalan eng azotga bo'lgan xohlash davrida bu otali gulni chiqarib, so'tani chiqargan vaqti bo'ladi. O'sha moment ammoniy sulfat berilgan bo'lsa yerda yanada so'tangiz uzunasiga bo'lgan doni chiroyli bo'ladi. Azotli o'g'it masalan 10 kun kuch bersa, azotli o'g'itlardan selitra 10 kun kuch bersa, karbamid 40 kungacha kuchini beradi. Ammoniy sulfat 80 kungacha o'zini kuchini. Ya'ni ammoniy sulfat kech hazm bo'luvchi azotli o'g'it hisoblanadi. Bunga endi kaliy to'g'risida aytib o'tib ketaman. O'sha ikkinchi ishlaganingizda oxirgi traktor kirish sharoitida kaliy ham eng kerakli narsa. Kaliy bo'lmasa, so'tangizning uchi sal qayrilgandek bo'lib qoladi yoki to'liq don bo'lmasligi kaliydan bo'ladi. Kaliy xlor bor, sulfat kaliy bor. Iloji bo'lsa 100 kilo kaliy xlor bermang, chunki tarkibida xlor bor. Uni 1000 gradusli oltin gugurt bilan kimyoviy ishlab xlorini chiqarib yuborish kerak-da. Lekin kaliy xlorda 30% dan oshiq xlor bor. O'z navbatida kaliy xlorni ham o'zlashtirish natijasida o'simligingiz tez qariydi. Vegetatsiyasi qariydi. Ham bo'yi masalan 3,5 bo'ladigan jo'xoringiz 2 metrda qotishi mumkin. Sulfat kaliyni masalan 100 kilo kaliy xlor bergandan ko'ra 25 kilo sulfat kaliy bering. O'shani o'zi maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi o'sha mana hozirgi yozda asosiy ekinga ekilgan jo'xorilar to'g'risida ham sug'orish sistemasi o'sha shaklda va otali guli chiqdi. Antennasi, changlanish jarayoni. Otali guli chiqqandan 2 kunda ip ham chiqib keladi. Ip bu onali gul hisoblanadi. Tepada otali gulida 10 millionta chang bor. Bo'lsa pastda 1200 tagacha don bo'ladi. Har bitta ip bir don demakdir. Masalan, otali guli chiqqanda yerda namlik bo'lmasa, so'tani qobig'ini shilib ko'rgan bo'lsangiz, bargini shuduring turadi. U changlantirish uchun kerak bo'lgan narsa. Nam bo'lmasa, o'sha shuduring bo'lmasa ichida tepadan tushadigan chang kanal bo'ylab kelib mardakka birikmaydi. O'shaning uchun siz otali guli chiqdimi, qo'yilmagan agatingizdan ham suvda haydashingiz kerak. Suv haydashingiz kerak. Hammasiga suvda haydashingiz kerak. O'shanda bu ham qachon? Ayni obyektda mana tekis dalamiz, uklon yo'q. Ayni obyektda suvni qo'ysangiz, agat ko'layadi. Ko'layganda suvni hovuri ipni kuydirib qo'yadi. Va ota guldan tushadigan chang kelib yana birikmaydi. Kuygan ip bilan yana ola bilan don kuzatiladi. O'shaning uchun imkon qadar, ya'ni ba'zi joylarda suv ochirat bilan sug'oriladi, lekin suv bermagandan ko'ra suv bergan yaxshi. Kechqurun qo'yilib, ertalab quritilishi kerak. Chunki otalik guli soat 9-10 gacha ochiq turadi, changini tarqatib. Issiq bo'ldimi yopiladi. Yopadi. Uni foydasi yo'q, obyektda qaynoq suv ketib yotishi foydasi yo'q. Endi yana bitta narsa aytib o'tay. Masalan, so'tani ko'pincha makajo'xorida qurt borasida aytib o'tmadik. O'sha azotni berdingiz, birinchi azotni suv qo'yishdan oldin o'sha 1 kun 2 kun vaqt bor-ku orangizda suv qo'yishdan. O'sha momentda kichkinaligida, ayniqsa takroriy ekinga sistemni ham qo'shavering, chunki tunlam ko'payadigan davr bo'ladi. Gektariga lambda siglatrin 5% lik bo'lsa, yarim litr suyuq bo'ladi. Yarim litr emamektin benzot granula sistemni uni qo'shib birga bir nisbat qilib urish kerak. Ichiga aminoasid ham qo'shsangiz, bu nima? Hayvon terisi, shoxi, pati, juni, qonidan olinadigan modda. Yana ikkinchi aminoasid bor, bu soyadan olinadigan. Endi bu nima qilib beradi? Siz makro element beryapsiz 3 ta. Masalan 20-20-20. U makro element o'simlikning bag'riga tushganda bu menga keraksiz modda deydi, og'ir element bo'lgani uchun parchalab yuboradi. Uni aminoasid bilan sepganingizda, mana shu barg bo'lsa, bargning ustiga tushadi, aminoasid uni atrofini qobi qilib egallab oladi. Uning ichida zarar kunanda hasharotlarga qarshi preparat qo'llasangiz ham bo'ladi.
o'simlik buni menga organik modda keldi deb iste'mol qilaveradi. Hmm. Makroelementni ham, zaharni ham. O'shaning uchun kerak bo'lgan modda. 5 kunda o'zini ko'rsatadi daladagi holatini, natijasini. Endi qurtga qarshi sepdingiz, ikkinchi marta ishlov, traktor oxirgi kirish sharoitida takroriy ekin bo'lsa 750 grammga ko'tarasiz ushbu moddalarni. Boshida 500 gramm berdingiz, takroriyga bo'lsa 750 gramm. Asosiyga ekilganda 3-4 barg bo'lganda lambda siglatinning o'zi yetarli va tizza bo'yi bo'lganda 500 gramm emamiktin, yarim litr lambda asosiyga. Lekin takroriyga ikkovgam sistemani qo'shishingiz kerak. Chunki poyaga qurt o'tib ketadigan bo'lsa, keyin qiyin uni olishdi. Endi yana bir qiyin deganda o'sha changlanish davriga keldi o'simlik. Lekin dalada qurt bor. Siz dalaga suv qo'yasiz. Suv qo'ydingiz. O'sha suv qo'yilgan dalalardagina 2 kundan keyin suvni to'xtatganingizdan keyin dim havo bo'ladi. Shu vaqtda hamma qurtlar tashqariga chiqadi. Siz o'sha payt biolaboratoriyadan Gabra braken hasharotini oling. Juda ko'p savol beradi o'sha payt, bilasizmi? Nima qilib qurt bosib ketdi? Qurt bosdi, dalaga texnika kira olmaydi. Dron yo'q bizda. O'sha vaqtda siz Gabra braken uchirsangiz, o'sha qurtlardan himoyalangan bo'lasiz. Yana qanaqa narsalar savollar bo'lsa, hozir o'zi manfaatli bo'ldi. Mana shu oxirgi kirganda texnika kira olmaydi-yu. Qurtdan juda ko'p aziyat chekadi. Gabra braken ishlatasizlar. Oxirgisi juda zo'r bo'ldi mana shu ma'lumot. Ko'pchilik so'raydi-da aka. Bilasiz, telefon qilib. Bizni kuzatishda davom etinglar. Mana shunaqa yaxshi ma'lumotlar berib boramiz. Maka jo'xorida bargiga qarab biz nima yetishmayapti, qachon suv qo'yilgan, qachon suvdan chanqatib qo'ygan, buni aytib bera olamiz. Uning uchun sizlar ham bilsangiz bo'ladi. Uning uchun bitta barg necha kunda barg holatiga kelishini bilib olsangiz, ekkan sanani bilib olsangiz bo'ldi. O'shandan qaysi bargda belgi beradi o'zi suvdan qolganligini, una ko'ra biz aytamiz, falon chislodan falon chislogacha suv tanqis bo'lganmidi. O'shaning uchun bargda qarab, azot yetishmasligini bilsa bo'ladi, fosfor yetishmasligini, kaliy yetishmasligini bilsa bo'ladi. Maka jo'xoridan yuqori hosil olishning yo'llari bor. Bu 5 ta omil kiradi buning ichiga. Birinchisi yerni to'g'ri tayyorlash. Ikkinchisi urug'ga adashmaslik. Ya'ni sara urug', ishonchli urug' olishingiz kerak. Uchinchisi oziqani vaqtida va me'yorda berish. To'rtinchisi suv, beshinchisi iqlim. Bir-biriga zanjirdek bog'langan. Agar siz hammasini qilib urug'ga adashsangiz ham hosilingiz yaxshi bo'lmaydi. Hammasini qilib suvni o'z vaqtida me'yorda bermasangiz ham zanjirda bittasi uziladi, hosilingizga ta'sir qiladi. Hammasini qilib azotli o'g'itlarni, fosfor o'g'itlarini bermasangiz ham yana zanjirda bittasi uziladi, hosilingiz yaxshi bo'lmaydi. Beshinchisi o'sha masalan Allohdan qanday iqlim kelishi, siz mana shu 4 ta unsurni yaxshi bajarsangiz, inshaalloh yuqori hosil olasiz. Agrobiznes 30 yil bo'ldi mana tashkil etilganiga. Shu yillar davomida O'zbekiston Respublikasida olib kirilgan chorva oziqa ekinlarini, jumladan hozir sotiladigan ko'pgina gibridlarni agrobiznes reyestrdan o'tkazgan. Bu bilan nima demoqchiman? Bizdan olgan urug'laringiz 100% kafolatga ega. Agronom xizmati bor, bepul yo'lga qo'yilgan. Yetarki siz yuqori hosil oling va bizdan mamnun bo'ling. Aka, bug'doydan keyin ham keldi barcha urug'larimiz. Bug'doydan keyin ekiladigan viloyatlarga tushadigan urug'larimiz ham aytib. Amerikaning Seyt urug'chilik kompaniyasining gibridlari respublikaga tuproq tanlamaydi. Bravo urug'chilik kompaniyasining gibridlari ham don ham silosga mo'ljallangan va Electus urug'chilik kompaniyasining urug'lari ISTA va OECD sertifikat bilan taqdim qilinadigan urug'lar. Unutganlikni ko'rib turibsiz. Mana shu urug'imizni ham bu fermer 10 yildan oshiq biz bilan ishlab keladi. Hech qachon zarar ko'rmagan, faqat rahmat eshitganmiz. Ha bu F534 gibridi juda noyob gibrid. Ham issiqqa chidamli, garmselga chidamli, o'suvchanligi yaxshi, hosilda eng muhimi doni chiroyli, hosilni zo'r to'kadi. Bizni kuzatishda davom eting. Yana qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga ushbu savollarni bering. Biz imkon qadar bilganimiz qadar sizlarga javob beramiz. Sizlarga xolis xizmat qiladiganimizdan biz ham mamnunmiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.